Tezlikni oshirgan haydovchilarni pravasidan umrbodga mahrum qilish kerak. O'zbekistonda san'atkorlar amaldorga aylanmoqda. Oliygohlarda yangi o'quv yili uchun to'lov-kontrakt narxlari oshirildi. Endi barcha chiptalar tabaqalashtirilgan narxlarda kamida 6 oy oldin sotuvga chiqariladi. Bugun avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida metan gaz narxi oshgani bo'yicha bir qancha xabarlar tarqaldi. Vodopro suviga mashina yuvsangiz, огород sug'orsangiz 2.380.000 so'mgacha jarima to'laysiz. Butun yurtni qodavayron qil. Yo'q, unchalik emas. Yurtimiz taraqqiy etyapti. Qanaqasiga taraqqiy etarkan? Quvur bor lekin suvi yo'q. Sim tortilgan lekin to'q yo'q. Yo'llarda mashina kam, piyoda ko'p. Yo'lkalarda yura olmaysan, do'konlar to'sib qo'ygan. Poyezd bor, ammo oldindan chiptaga buyurtma berishing kerak. Chiptang tasdiqlanmagan bo'lsa, poyezddan qolaverasan. Kasalxonaga borsang, bu joy yo'q. Joy topilsa, hol so'raydigan doktorning o'zi yo'q. Arz qilaman desa, eshitadigan biror kishi yo'q. Boshliq oldiga borsa, yordamchiga jo'natadi. Yordamchini so'rab borsa, majlisda bo'ladi. Mabodo uyga kirsak, hammomda bo'ladi. Agar topgan taqdiringda ham ariza ber deydi. Yana 2 nusxada keyin arizang aylana boshlaydi. Aylanaveradi.